Qani? Bizning Toshkent shahar Afiya onlayn markazimiz 5 yoshga to'lganligi munosabati bilan katta sovrinli konkursga start bergan. Ura! Tabriklaymiz. Rahmat. Konkursimizga binoan telefon raqamlarini uzoq yillardan beri ishlatib kelayotgan va onlayn internet markazlarida dori-darmon, kiyim-kechak xarid qilgan insonlarga 5 ta sovrin qo'yilgan edi, akajon. 44 mingta raqam ichidan sizning raqamingiz omadli deb topdik. Yes! Tabriklaymiz. Rahmat. Endi eng qiziq joyi sovrinlar bilan tanishtirib o'tsam. Qani, 3 xonali kvartira. Birinchi o'ringa 2 kishilik 14 kunlik muqaddas umra ziyoratiga yo'llanma. Ikkinchi o'ringa Turkiyaga sayohat va 6 ta davlat, xohlasangiz 6 ta davlat bor. O'shanda 2 kishilik yo'llanma unga. Uchinchi o'ringa O'zbekistonning eng so'lim go'shalari Zomin, Chortoq, Cho'tqol yoki Chirchiqdagi o'zingiz xohlagan sanatoriyaga 2 kishilik 10 kunlik oilaviy dam olish yo'llanmasi. To'rtinchi o'ringa keyingi katta sovrinli konkursimizga to'g'ridan-to'g'ri bepul yo'llanma. 5-o'ringa 10 million so'mdan 30 million so'mgacha bo'lgan naqd pul yutuqlari bor. Shu puli bilsangiz bo'lmadimi? Nima deysiz? Alo, eshityaptimi? eshitilyapti, gapiring. Mana shu 5 ta sovrindan bittasi aynan sizniki ekan. Sizga xudo xolasa sovrinlar ma'qulmi? Zo'r. Qarang, 2 kishilik yo'llanma deyapsiz-ku. Men bir o'zimda, siz ketmaysizmi ikkinchisi bo'lib? Yo'q. Bir o'zim 2 ta biletni nima qilaman? Bittasi sizga, bittasi menga. Nimaga, ayolingiz yo'qmi? Yo'q-da, hali o'ylanmagan bo'ydoqman. Sherik chiqib qolar. Hozir sherik topisham qiyin. Keng ko'ngilli. Qolganini ham tushuntiravering, eshitasizmi? Aytavering. Siz mana shu 5 sovrindan bittasini yutganingiz aniq, lekin sovrin yutganingiz aniq emas. Qaysilarini aniqlashimiz uchun kompaniyamiz xodimlari tomonidan kichkinagina sharti bor. O'sha shartni birgalikda bajarishimiz kerak. Nima shart ekan? Nima shart? Birontani uraymi? Yo'q. Samarqanddan Toshkentga piyoda boraymi? Yo'q. Nima shart ekan? Kompaniyamiz homiylar tomonidan bitta mahsulotni xarid qilishingiz kerak. Va mahsulot yonida o'sha o'zini shtrix kodi bo'ladi. O'sha shtrix kod yordamida sizga qaysi sovrin chiqqanligini o'sha kod orqali aniqlashimiz kerak bo'ladi. U mahsulot yetib borgandan keyin. Mahsulotimiz qanday mahsulotligini tanishtirib o'taman. Kompaniyamiz salomatlik markazi bo'lganligi tufayli beradigan mahsulotimiz inson salomatligi uchun bo'ladi. Bu bo'g'imdagi og'riqlar, saharli diabet, davleniya, grija, ortiq vazn, zreniya bilan bo'lgan muammolarda hamda immunitetni ko'taruvchi mahsulot bo'ladi. To'g'ri. Eshitaman, gapiravering. Bo'ladi. Mahsulotimizning narxi hozir 2 million 600 ming so'm tashkil etadi, lekin sovrin yutganingiz uchun sizga 1 million 600 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, qarang, bu putyovkalar bir $2000 turadi-da, 2 million 600. Ikkita bilet bor dedingiz-ku? Shuni bittasini shu mahsulot sotib oling siz. Yo'q, bizning shartimiz birinchi siz o'sha mahsulotni sotib olishingiz kerak, keyin u yutuq chiqadi-da. O'sha mahsulot yonida shtrix kodi bor. O'sha shtrix kodini bizga skaner qilib jo'natingiz, biz qaysini yutganingizni, qaysi sovrinni yutganingizni bilib beramiz. Hozir aniq emas qaysi birini yutganingiz. Qarang, siz mahsulotingiz hozir 1,5 million turadi, to'g'rimi? 2 million 600, sizga 1,5 million qilamiz. 1 million 600 bo'ladi. Putyovka 2 ta deyapsiz. Shuni bitta putyovkani o'zingiz sotib oling. Yutsak ikkalamiz ketamiz.
Siz ham mana tekinga bo'lmaydi-da. Bileti yarim pulni bergan bo'lasiz. Nima deysiz? Alo. Shu, apa uchdi.